Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun e'tiboringizga bor yo'g'i 2 sotix yer maydoniga mo'ljallab chizilgan 2 qavatdan iborat 6 ta xonalik uy proyekti bilan tanishtirib o'taman. Uyimizning avvalo uchastka razmerlariga keladigan bo'lsak, eniga 11,5 metr va uzunasiga 20 metr. Shu holatida 2 sotixdan sal ziyodroq yer maydoniga tushyapti va e'tibor bergan bo'lsalaringiz, uchastkamiz uglovoy joyga tushgan. Bu tomonda ham, bu tomonda ham ko'cha bor. O'shaning uchun mana bu tomonlarga ham deraza qo'yilgan. Va ko'cha tomondan qisqacha tushuntiradigan bo'lsak, mana bu darvozaxonamiz, mashinamiz shu yerda turadi. Bu tomonda mana yozgi oshxonamiz, ko'cha tomonda uyimiz fasadi mana shunday ko'rinib turadi va bu yerda bitta hovlimiz uchun bitta hojatxona tashlab ketilgan. Va bu tomondan qaraydigan bo'lsak, o'rtada mana yashil zona ham qo'yilgan. Mana mashinamiz turadigan joy, yozgi oshxonamiz va bu tomonimizda mana bitta kattagina hol bo'lyapti. Hovli tomonga qaragan katta oynalari bilan. Va asosiy kiradigan eshigimiz mana bu yerda bo'ladi. Bu tomonda mana mehmonxonamiz va tepada yotoqxonalarimiz, bolalar xonalari va balkonimiz ham bor. Va bu tomondan qaraydigan bo'lsak, mana bu holimizning derazasi, bu tomonda bitta oshxonamiz, tepada yotoqxonalar bo'lyapti. Orqa tomonimizda ham xuddi shunday ozgina joy qoldirib ketganmiz yorug'lik tushishligi uchun. Katelxonamizdan chiqadigan eshiklarimiz, bu yerda mana birinchi qavatimiz uchun yotoqxona va tepada yana bitta bolalar xonalarimiz va zinaxonamizni yopib turadigan oynamiz bo'lyapti. Tomlari yopilishi mana tepadan ko'rinishi. Bor yo'g'i 2 sotix yer maydoniga 6 ta xonalik ixchamgina uy proyekti tushgan. Endi yana ham tushunarli bo'lishligi uchun yuqoridan 3D ko'rinishida planini ko'rib chiqamiz. Birinchi qavatdan boshlab 3D planini ko'radigan bo'lsak, mana ko'cha tomonimizdan ko'rinishi va mana bu mana darvozaxonamiz. To'g'ri kiradigan bo'lsak, bu tomonimiz mana ozgina yashil zona tashlab ketilgan va mana bu yerda mana yozgi oshxonamiz mana bunaqasiga joylashtirsa bo'ladi yozgi oshxonalar va yonida bitta hojatxonamiz va buning yonidan to'g'ri podvalimizga tushib ketadigan joyimiz ham bor. Mana bu uyimizning tagi podval hisoblanadi. Va yana ketadigan bo'lsak, to'g'ri mana bu zinadan chiqamiz. Chiqqanimizda mana bu yerda kattagina hol bo'lyapti. Oilaviy o'tiradigan, televizor ko'rib, choy ichadigan xonamiz bo'lyapti. Shu yerda o'zidan to'g'ri mana bu yerdan 2 tavaqali eshigimizdan mehmonxonamizga ham o'tsak bo'ladi. Mana bunday holatda bo'ladi. Mehmonxonaga alohida mana bu yerdan ham eshik ochsa bo'ladi, zina qo'yib. Lekin mijozning talabiga binoan faqat ichkaridan eshik qoldirdik. Va to'g'ri ketadigan bo'lsak, mana bu yerda mana koridorimiz bor. To'g'ri koridordan zina orqali ikkinchi qavatga chiqib ketamiz. Undan oldin mana alohida oshxonamiz. Bu yerda faqat ovqat pishiriladigan xona bo'lyapti. Pishirilgan ovqat to'g'ri mana bu hovliga olib chiqiladi. Va bu tomonda ham ko'cha tomonga qaragan derazasi bor. Va yana ketadigan bo'lsak, mana koridor bo'ylab bu tomonimiz mana ixchamgina ota-onalar yotoqxonasi, orqa tomonga qaragan mana bunday derazasini ham qo'yib ketganmiz. Va zinaning yonidan to'g'ri mana koridorcha orqali kiradigan bo'lsak, mana bu umumiy sanuzelimiz bo'lyapti. Va bu orqali to'g'ri mana bu yerdan o'tadigan bo'lsak, mana bu katyol va kladovka xonamiz. Shu yerning o'zidan to'g'ri orqa hovlisiga ham chiqib ketsa bo'ladi. Tepadan yana bir bor ko'rinishi, kerak bo'lganlar bemalol skrinshot qilib olishlari mumkin bo'ladi. Mana shunday holatda ixchamgina proyektimiz. Birinchi qavat tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi ikkinchi qavatni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, mana ikkinchi qavatga keladigan bo'lsak, to'g'ri mana bu yerdan zinamizdan to'g'ri chiqqanimizda mana kattagina hol bo'lyapti. Bu yerdan bemalol televizor ko'rib, o'tirib dam oladigan joy qilsa bo'ladi. Va undan tashqari mana bu yerdan to'g'ri mana koridorcha orqali kiradigan bo'lsak, sanuzel qismlarimiz. Mana bu yerda kladovka xonamiz, garderob xonamiz, общий. Bu tomonda hojatxona, bu tomonda mana bitta kattagina sanuzelimiz bo'lyapti. Va bu tomonda zinadan chiqib chap tomonga ketadigan bo'lsak, birinchi qavatning ustidagi spalniyaning ustida yana bitta letskiy xonamiz bo'lyapti. Ikkinchi qavatda uchta xonamiz bor. Bundan tashqari hol ham joylashgan. Va yana bitta 2 kishilik letskiy xonamiz mana bu yerda bo'lyapti. Bu yog'i mana bu tomondan qaraganimizda mehmonxonamizning ustidagi xona bo'lyapti. Va oxirgi xonamiz ota-onalar yotoqxonasi, kattagina, ya'ni birinchi qavatdagi holning ustidagi xonamiz bo'lyapti. Shu yerning o'zidan to'g'ri balkonga ham chiqib ketsak bo'ladi. Общий umumiy ko'rinishi mana shunday holatda bo'lyapti. Mana shunday holatda bo'lyapti. Yurtdoshlar, qo'ldan kelgancha ko'rsatib tushuntirib o'tdim. Biroq talab takliflar bo'lsa bemalol
murojaat qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Telegram nomerimni video ostida opisiyaniyada qoldirib ketaman. Shunday holatda bo'lyapti. Yon tomonlardan yana bor ko'rinishi. Bu tomonlarda uy bo'lgani uchun guvohlar qilingan va mana bu orqa tomoni bo'lyapti. Bu ikkinchi katta ko'cha tomonimiz va uyimizning umumiy ko'rinishi mana shunday holatda bo'ladi.